Do'stlar, final o'yinga ham yetib kelib oldik, xudoga shukr. Buning uchun qani bismillahirrohmanirrohim. Qani ketdik. Final. Yutsak yutdik, yutmasak shuncha harakat. Shuncha harakat bir tiyin bo'ladi. Raqibam o'zbek. Xudo xohlasa o'zbek padishlik qiladi. Yana o'yin qotyapti. Mayli. Chunki video zapis qo'ydim. Va finalda yutkizsaga buna holat bo'lgan. Hamma bundoq bo'lgan, sizlarga aytib bersam, hamma chiqib ketavergan, bitta gol ursam chiqib ketavergan. Finalga yetib borganmanki, finalda 3-0 qo'yganman. Botligim şeyden bilsani bo'ladi-ku. Jahon chempionati eventi kelgandi. Erling Haaland gol urmoqda do'stlar finalda. Yaxshi. O'tkazma shuni. Shuni o'tkazma. Yaxshi, xudoga shukr. Nima emas bu? Polaroidga. Voy, bot sal qoldi, men o'zgartirib aytdim. Outside. Nikolka outside. O'zi ruscha gapirib yordim. O'zbekcha gapiramiz faqat. Final inglizcha-ku Abdulhay desana, ruscha emasmi finalda? Давай. Вот, Thibaut Courtois 94 kuchaytirilgan, max qilingan. Qayerga tepasi savol berdi. Shu Valverdeni shootingni dalsida vapsh kam berishga. Baho hayotdagida. Shoti 77 shunaqa. Hayotda shotini ko'rgansizlar-ku, o'zingni bilasizlar, Real Madridchilar. Barsachilar ham biladi. Shotini o'zi hayotda. Lekin dalsida shot pas. 77 77 hayotda bo'lsa Valverde goldan qamaydi. Uzoqdan goldan qamashtirib tashlolmasdi. 77 shot degani bu loy deganda. Pas degani dalsida. Kuchaytirib tepa qilsa bo'ladi, 100 qilsa bo'ladi, lekin kamida 80 emas, 85 90 la berish kerak o'zi. Messi statistikasini ko'rganmisizlar? 95 yamda. Gol 91. Shot 91. Adashgan bo'lsam, bir ekran chiqarib qo'yaman. Shot qanaqasiga 39 yoshda shot 95 bo'lishi, 91 bo'lishi mumkin. Ronaldo'ni ham emasda. Yo Ronaldo'ni shuna 92. Mano kontrol bol kontrol 95. Husanov tushdi. Husanov pomalajiganlar. Chunki menimcha sariq karta bo'lib keladi yangilanishda. Ya'ni yangilanish keladi jahon chempionatidagi. Yaxshi o'ynaganlar shuni. Menimcha bir 80 la bo'lsa kerak Husanov. 81 ya 81 emas, 80 bo'lishi mumkin. Sariq. Shunga omad turaverina desa. Omad turaverisa dedim. Omad turaverina. Husanov qizil olmoqda do'stlar. Nima bo'ldi o'zim ham bilmadim. Ko'rsatmadi. Qo'lim qaltirayapti deyotganlar bu final oddiy o'yinga teng. Sizlar ko'proq live o'ynasani, ko'proq DP to'plashingiz mumkin. Dream points, ya'ni o'zbekcha tarjima ham qilib beraman.
Dream points degani qanaqa o'zbekcha tarjima qilsak yuksak ochkolar. Gol ur. Voy! Ko'rdingmi nima bo'lganini? Ukam maqaysan. Qizil kelmadi. Sariga qizil. Vah. Sar. Vah biz. Screenshot qo'yish kerak edi. Yutdik. Bo'ldi, bizdan kuchlisi yo'q. Mendan bitta screenshot. Bitta reklama ko'rganlarki taassurotlandim. Do'stlar, mission complete, very complete bo'ldi. Biz yutdik. Endi bizga swatch bergan bitta kana kim kuchar ekan? Bismillah. Haaland kuchaymoqda. Brace Road berilmoqda va Haaland 89, Eder Militao 85 bo'lmoqda do'stlar. Endi bizga mana yerdan agentlar berilgan. Birinchi bo'lgan agenti bo'lsangiz qani? Kim chiqarkin? Bakasetas degan futbolchi chiqdi. Buni tez sotib yuboramiz. Ko'proq fitness kuchaytirishlarga sotsan yaxshi bo'ladi. Bularni ham kuchaytirib qo'yamiz. Yana edi Militao. Virgilmandi. Endi hamma kutgan payt 7-2 shansimiz bor. Kim tusharkin? Bismillah. Tushmadi do'stlar shu. Bekaroma. Chan tushdi. Shuncha harakati 7-3% bo'ldi. Zato content bo'ldi. Goalkeeping soatga beramiz va manadan kuchaytiramiz. $91 bo'ldi. Do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Like bosing, obuna bo'ling. Hammaga xayr.